0,4 normalli kalsiy bromid eritmasidagi brom ionlarining molar konsentratsiyasini aniqlang. Dissotsialanish darajasi 100%. Berilishini yozamiz. Reaksiyani. Kalsiy bromid dissotsialanishi. Dissotsialanish bu ionlarga ajralish degani. Kalsiy bromid 0,4 normal ekan. Kalsiy bromid demak 0,4 normal ekan. Normal konsentratsiyasi, dissotsialanish darajasi 100% va brom ionini molar konsentratsiyasini topish kerak. Reaksiyada demak buni kalsiy bromidda molar konsentratsiyasi yoki molini qo'yib olamiz. Odatda normal konsentratsiyani qo'ymasdan molar konsentratsiya yoki mol qo'yib ishlanadi. To'g'ri chiqishi uchun. Agar gazlar bo'ladigan bo'lsa, hammasi gaz bo'ladigan bo'lsa, hajm qo'yib ishlasa ham bo'ladi. Demak, molar konsentratsiyasini topib olamiz. Demak, molar konsentratsiyani topishimiz normal konsentratsiyani ekvivalent mahrajga bo'lamiz. Normal konsentratsiya 0,4 normal berilgan, qo'ydik. Ekvivalent mahraj topish uchun valentlining indeksi ko'paytiriladi moddada. Demak, valentli masalan kalsiy bromid demak. Kalsiy ekvivalentli indeksida hech narsa yo'q, demak 1. 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. 2. Yoki kalsiy emas, bromid orqali hisoblaymiz. Valentligi 1, indeksi 2. 1 kare 2 baribir 2. Demak, valentli indeksi ko'paytirsak, ekvivalent mahraj chiqar ekan shu moddani. Kalsiy bromidga 2 ekan. 0,4 ni 2 ga bo'lamiz. 0,2 mol taqsim litr. Konstantlarni qo'yib olamiz. Hech narsa yo'q 1. Proporsiya bo'ldi. X topish uchun 0,2 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Brom ionini molar konsentratsiyasi topildi 0,4 mol taqsim litr. To'g'ri javob B varianti.